juda ko'p oshxona mebellari noto'g'ri loyiha qilingan. An'anaviy kichik oshxonalarda faqat L shaklidagi shkaf joylashadi. Natijada stol usti torayib, samarasiz bo'lib qoladi. Muzlatgich ko'pincha burchakka tiqiladi. Ovqatlanish stoli qo'yilgach, o'tish joyi ham torayib, qarama-qarshi tomonda hatto oyoq kiyim shkaf uchun ham joy qolmaydi. Buning o'rniga tashqi devorni olib tashlab, maydonni kengaytirish mumkin. Kirish qismida g'ishtdan qurilgan devor va polgacha cho'zilgan oyoq kiyim shkaf joylashtirsangiz, butun oilangiz oyoq kiyimlari tartib bilan turadi. Bundan tashqari, mayda buyumlar uchun ikki tortma va oyoq kiyimlarini almashtirish qulay bo'lishi uchun pastki o'rindiq ham qo'shiladi. Oshxona tarafda esa qatlamli saqlash tizimi o'rnatiladi. Idish-tovoqlar va boshqa anjomlar tartib bilan joylashtiriladi. Hatto meva va sabzavotlar uchun g'ildirakli aravacha ham pastki qismga qo'shilib bo'ladi. Shkaf eshiklari bilan yopilgach, bu joy kichik omborchaga aylanadi va juda kam joy egallaydi. Ovqatlanish qismida baland shkaf loyihalanadi va ichiga muzlatgich o'rnatiladi. Yonidagi tortmalar esa yegulik va ichimliklar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Oshxona shkaflarini ovqatlanish maydonigacha uzaytirish orqali qo'shimcha saqlash joyi yaratiladi. Unga ichimlik saqlash uchun shkaf ulanadi. Keyin stol usti va undan katta ovqatlanish stoliga o'tish orqali bu joy butun oilaning markaziy yig'ilish joyiga aylanadi. Stol yoniga kichik rakvina ham qo'shish mumkin. Tashqi tomonda esa shiftga ulangan surma eshik o'rnatilib, butun dizayn mukammal ko'rinishga ega bo'ladi. Bu reja bilan siz an'anaviy oshxonalar chegarasini buzgan, saqlash imkoniyati bir necha barobar ko'p bo'lgan ideal oshxona mebeliga ega bo'ldingiz. Videoni yaxshi niyatda saqlab, sahifamga obuna bo'ling.